İçdingmi? İç. Hozir. Nimaga ichding? Nimaga ichding? Bu ham tushuntirmoqchi bo'libdi-da endi. Hozirgina siqilib qoldim, o'shanga ichdim deyman deb. Endi dada shapaloqqa qo'yib yubordi. Dada dema debdi. Dada dema. Desa, "Uy. Ma. Просто dada dema, qulog'iga qo'yib yubordi-da. Yo'q, ha. Просто dada dema dedi. Set qulog'iga qo'yib yuborgan ekan. Xo'p. Rustam aka, eshitding debdi. Bu dadasi oti Rustam aka ekanda uni.